Yo, hammaga salom. Bugun 14-yanvar va men bugun sizlarga bir kunim qanaqa o'tishini ko'rsatib bermoqchiman. Aynan bir kunim deganda har kunim shunaqa o'tmaydi. Haftada bir 3 marta yoki 2 marta shunaqa o'tib qolgan kunimiz bor. Chunki menda grafik har xil, bu haqida keyinroq gaplashamiz. Bu videoga like bosib qo'yinglar. Men hozirlarga kunimni qanaqa boshlanishini ko'rsatib etib beraman. Ertalab soat примерно necha bo'ldi? 8 bo'lib qoldi. Ozgina kech qolib chiqib ketdik. Ukam bilan maktabga ketamiz hozir. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz uydan chiqib maktabga borish bo'ladi. Maktabdan chiqib anaqa Chilonzorga boraman. Chilonzordan ishga, Chilonzorda o'rtog'im olib keyin ishga o'tamiz. Biz hali maktabdamiz. Xo'p, sizlarga maktabimizdan tualet ham bo'ladi aytgancha. Nega har doim ham kunimni o'tmaydim? Chunki menda 3 ta proyektim bor va 3 ta proyektda 3 xil grafik, bir haftada 3 xil grafikda ishlayman. Dushanba, chorshanba, juma boshqa grafik, seshanba, payshanba, shanba boshqa grafik. Orada mana shu kunlarning orasida interval bor. Ochiq intervallarda va shin boshqa grafik. U har haftada har xil bo'ladi. Misol uchun seshanba kuni, payshanba kuni kunlarim qanaqa o'tishini, 2024-yilda qanaqa o'tishini YouTube'da video qilib qo'yganman. O'sha yerdan kirib ko'rasizlar bo'ladi. Endi hozir maktabdan chiqib uyga ketaman. Biz uyga mana ko'chani o'tiradi. Hozir aytdik ko'chani ko'rsataman sizlarga qanaqa ahvoldaligini. Xullas, mana bizning uyimizning orqa tarafining ahvoli. Ya'ni bu bizning imon bizning uyimizning orqa tarafi emas, o'zi aytmoqchi bo'lganim, uyimizda keladigan orqa taraf yo'li, uyimizga boradigan orqa taraf yo'li shunaqa ahvolda. Mana ko'rasizlar. Mayli, hozir endi uydan chiqdim, kiyimlarni almashtirib, endi ishga. Hozir endi maktabdan chiqib, maktabdan vaqtlik chiqib, obed qilib, endi Chilonzorga ketamiz. Rejamiz mana shu obedga borib, syomka qilish. Ko'rasiz, примерно импульсивный tarafda ekan. Insoflari baraka bergan. Nima darka oldi 10 turga? Kimga? To'da подозрительно kimga da'vatdi? Otur bakalım. Endi biz hozir syomkaga ketamiz, taksigasi. Shu bilan forma olganman, bakka sumkasida apparaturalar bor. Bugun bizda syomkaga kelganmiz, Verosul marketdan, shuna joy turma, bir apasni. Lekin apasdami oka qozonga tushib ketdilar pastga, lesadan. Yurib tushib ketdilar demoqchiman. Balandligini ko'ryapsizlarmi? Xullas, Verosul marketning yangicha rubrika, bunaqa rubrika hali Verosul marketda qilmaganmiz. Sizlar bilan bugun biz mana shu videoda cho'plik pol tashlashni ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Syomkamiz tugadi. Hozir syomkadan chiqib ofisga boramiz. Formalarni almashtirib oldik. Ikkita to'toy bo'lib, mana. Makar operatorimiz bizani. Qarang. Xotiram yo'lashini ochmaymiz. Просто naring betga paynetga o'tamiz. Ofisdan chiqdik, majlisga kirdik. Kiruvchi edim, qiluvchi edim deydi. Yani qizni ko'rdingiz, Instagramda. Men yo'q edim. Ko'rmading? Baxtimiz yo'q. Xullas, endi men o'tirishga ketaman, bu uyga ketadi. Yarim. Po'lat charchamang. Yapasamiz, po'lat ko'rasan? Endi bor. Bugun bolalar bilan ko'rishgan kunimiz 14-yanvar bilan aytsam. 14-yanvar bo'lganiga haqq to'g'rilab oldik. Hozir endi hali Mevati Bash restoranga keldik. Bardak choy bering, kattasidan. Bardak choy. Qo'ling bilan ko'targan. 70 ta salban bor bo'lgan. 70 ta. Mana bo'ldik. 350 bo'ldi. Sochma. Desang mana uchamisan. Biz pitakda o'tiramiz, biz ana shu pitagimiz bor. Yoqtirmagan. Bo'ldi, tashlading-ku, jinlar ketdi. Ustiga nasr tosh ketdi. Qizil bo'lib ko'paydi. Xullas, uyga bo'ldi. Ozgina xonamga olib yotib, rahmat bermaymiz.
boya shoshilib chiqib ketganimni his qildim. Mana Instagramda ko'rgan bo'lsangiz, stilajimni aniq qilgandim. Instagramim shu turibdi. Mana bloknotlarim. Xullas, bugungi mana bir kunlik kunim shunaqa o'tdi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'ling. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Albatta Instagramga ham o'tib podpiska qilib qo'yinglar.